Assalomu alaykum, Qirg'iz Bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 1-may 2026-yil, kunga o'xsha juma. 5 kun. Biz Suzaqdagi to'q bozordamiz. Inshaalloh qaramizlar, Suzaqda qiziq bo'ldi. Yaxshi dakanlar chiqibdir, jo'jalar chiqibdir. Bu yerda papugoylardan beri bor hozir. Lekin obzor qilamiz. Inshaalloh bismillah deb boshladik anda. Mayskiy deydi. Aqchasi 6000 so'm ekan. Uruşağı bu. Yaxşı uruşağı. Ha, yaxşı. Yaxşı uruşat deydi. Aqchasi 6000 so'm deydi. Mayskiy deydi. Tuğanlar nerede öte hızlıçu. Golosum yaxşı uqilmay qalayotgan bo'lsa, kechirasizlar. Bu yerin aurasini bir kelsanlar ko'rasizlar. Qo'ychi jerga? Maki bu. Ne bu? Parlar qana buni? Ha, qirg'iziston suv o'tayotganman da. Ha, tuğayım bu. Qancha so'm bu? 2,5 ming kami bor deydi. Maki ekan, qara maki. Ganoy? Ganoy degan paroda bu da? Ha, Ganoy. Ha, aytdi. 226, 128, 128. Bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, salaverasizlar. Rochka shu yerdalar. 47 ta jo'ja. 5 ming so'mga sotibdir. Ya qancha kuni 20 kundan oshibdir, qaranglar. Ket. So'm. Na dakanlar. 2 ming so'mdan deydi. Dakan maki aralashgan, barda qarasilyapti. Keyin o'zgarsa kerak bular. Bir yarım mingdan, 2 mingdan deydi, har xil deydi ichida deydi. Dakan, jo'jalar. Nasıl fitness. Ne var 20 kun bo'lib 130 dan dedingiz, bular naqchasini, ha? Bular qanday parada? Parodası gersiydi Allah aşkına çıkışmadı. Boşadılar yan var. Adelerle çatıştıkları yan var. Kaç adın? Bularca? Bulara mottosular. Bular naqchasi qancha? Bular 150 idi. Bular 150, mallar 130 ekan da. Bular 38 kunlik dedingiz, ha? Burayla çocuğa geldi. Kim alar? 5 ming so'm ekan, tuluk. Iki yarımdan kami var deydi. Nark qoroz mu? Nam ak ekan, ha? Bulda 2,5 bulda 2,5 be. Hadi. Bir ming 100'ge satıldı deydi. Çalış qoroz deydi. Ördekti 600'den deydi. Kami var deydi. Tovuqlar qanchadan? Horozlar 800 so'mdan kam. Makilarchi, maki yo'q bu. Makiya satılıp ketdi. Qanchadan satdingiz? 750 ga ketdi o'sha. Ha, mana ekan, ha? 750 so'm ketdi shu. 3 so'mlar. 600 so'mdan. Yo'q, ketdi ana. 600 so'mdan Yaponda. 1000 so'mga beraman. Eko'sini 1000 so'mga beradi ekan. Parodasi qanday paroda bular? Paroda qanday paroda? Paroda qanday paroda? Yapon. Yaponda ham parodasi bo'ladi-da. Parodasi bilmayman. Ha, bilmaysiz. Qizil yapon ekan. Qancha so'm bu ekan maki? 2000 kam. 2000 kam bu? Tuxum tutavmi? Ha, молодец. 2000 so'm kam bo'ldi. Horoz beryapti. Ekon 2,5 ming deydi. Maki tuv otadi deydi. Bu dakan chalish deydi, xo'roz. Va nech pul ekan bu? Qiziqdim bordig'im ne yerda? O Adaham aka deb. Zallotovlar tansa kerak, qush boqqan. Suzoq mahallada desak, kimga kerak bo'lsa kommentarga yozsalar, baylanishib nomerlarini beraman akam. Suridan bor. Nomerler var ki. Idishlaridan beri var. Bandlardan beri.
Kletkalardan beri var. Bak. Sayray turgan kanerekalar var mı? Gel o da böyle. Şimdi. Az nomerini aldım nereye? Yazgan hareket kaldı. Özü narafta süleşmekte. Ha, kaysı? Buyur. 240 verirsen. Kimiki bu? Bu kimiki bu? Sen kimi? Akçası kança? Akçası kança mı? 100 bin. 2000. Samka mı? Sames. Erkek. 2000 som. Kanca. Bunlar kanca? Yok sen yürüyemedin mi? Kapıda kanca? Parası 2000 mi? Parası 2000 som. Horoz 5000 som bey. Nakiler 1000'den dey. Tuvatsa gerek. Çoğun öyle toğutarken. O daken makini bilmem kaçsam ki. Soda süleş iş kılıvattı ya meraktaç. Sorağandağı. Kıyım olur. Yapon doz. 1000 somdan 2000 somdan. Jet 1000 som. Jaş gene? Jet 1000 som değil. Özüme şuna çözeler de aldım. Broller. Et paketinde. 125 somdan aldım. Bazar rasa kızı otat. Biroq tartış kıyın da bu bazarda içe. Yağı tığım bolgan üçün tartış kıyınıрақ. Kepterlerden bir tartып koyla. Qari qanchadan bular? Qanchadan? 600 so'm, 1000 so'm. 600 so'm, 1000 so'm. Bakinler qancha bunalar? Bakinlarmi? Turbachkana bu? Erkek. Turbachmi? Ha, turbach. Qancha so'm bu? 500 so'm. Nanjanchi? Anjammi? 1000 so'm. Na İranmı bu? Ha? Qancha bu? Bu 600. 100. Hakkachi? Hakkadan 600. Ha, yaxshi, молодец. Bular qancha so'm bular? 1300 dan. No, dakan makichi? Dakan maki 1,5. Vay akçasını aytmadım bile. 850 dan ekan akçası. Bular maladoylar mı? Ha, bular maladoydan chiqib qolibdi. Уже parlasalar bo'ladi ekan-da. Bular chatxam ekan. Jubu parası 2,5 ming ekan. Nerede var tayyor para da var ekan. Bular sırası tuxumga tayyor. Bular qancha so'm? Bu 4000 so'm kletka, Swedish, gnezdosi bilan 4000 so'm ekan. Bu dayyari bu. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyga yozsanglar, baylanishib akasini nomerini beraman. Bahonamingiz qancha? 3000 so'm. Bularchi? 3000 bu. Ha, yasman 3000. Ha, bunalar ham tayyor para ekan, 5000 so'm. Gnezdo, Swedish, Germany ishlarni radjuzniy deydi. Tayyor. Kletkasidagi narxiga qaraganda cho'ngroq. Chorniy Prince deb bizda hozir populyarniy bo'layotgan tovuqlar 3000 so'mdan ekan shtugi. Hozir nerda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, biroq o'ta cho'ng. Gigant. Примерно 4 kilogramm nar bersa. Tuxumlari da cho'ng bo'ladi, o'rdakning tuxuminday bo'ladi. O'zim boqib ko'rganman. Ne bayağı kletkadagilar cho'ng ekan. Qancha so'mdan dedingiz sizlarni? 1,5 1,5 ming so'mdan dedilar. Bular 1000 so'mdan. Ha, bu 1000 so'mdan ekan. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Bilimizlarga tinchlik, omonlik, chorvangizlarga baraka. Video yoqsa like, yaxshi qoluvchilikdan istardi, kommentariyga yozib ketingizlar.